Beşinci fevral G'ulji inqilobi Sharqiy Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharqiy Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoni ovozi. To'lgan bedenler, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoni ovozni Uyg'ur tarixining oltin betlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shehid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlariga Allah jannatul firdavs ato qilsin. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abdüqadir. Mikrofonda Abdusalom Uyg'ur. Şundaq, xalqning kuchi qudratlik. Xalqning kuchi har qanday zolimning yadro qurollaridan qudratlik. Xalqdagi bu qudratli kuchni Allah bergan. Demakki, zolimlarning qudratli harbiy kuchi, qurol kuchi va yadro kuchi bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur xalqidek mazlumlarning hamma kuchlariga qodir ulug' Allohsi bor. Bugün 20 milyon Uyg'ur xalqi duoga qo'l ko'targan kun. Menmi xalqim bilan barobar duoga qo'l ko'taryapman. Ey Allohim, meni kurash va kurashchilarimdan ayirma. Uyg'ur xalqining ustida quduq ostiga tashlab etilgan Yusuf alayhissalomni quduqdan chiqarib Misrga vali qilgan Firavundek zolimning o'rdasida Firavunga qarshi Musa alayhissalomni yetishtirib qo'g'dab qolgan, orqasidan qo'g'lab kelgan Firavunga qarshi Qizil dengizni yerib bergan Alloh bor.
5 fevral G'ulji inqilovidimi Xitoy tajovuzchilari qudratli harbiy kuchga sahip turuqliq Tursun Salay qatorliq Uyg'ur partizanlarni G'ulji shahrini qattiq qamal qilib turib izlagan bo'lsa-mu, bir yilga yaqin topolmagan Tursun Salay qatorliq partizanlar xalq qo'yniga xuddi beliq suvga sho'nqigandek sho'ng'ib ketgan edi. Bugün izchil holda bizning ziyoratimizni qabul qilib kelayotgan Toyir Mejit apandi bizga xalqning qudratli kuchining Tursun Salayni qandoq o'z qo'yniga olgandan iborat ta'sirli voqelikni so'zlab berdi. Shu chaqda hamda Xitoyningki vaziyati shundoq qattiq bo'pmi bu 5 fevral voqeasi bo'lgandan keyin Tursun Salay Abduxalil Mejitlarni qattiq tutib ketdi. Ama aqlimning hayron qoldigan bir yeri qattiq qurolliq askar, qurolliq saqchi, turkumlab yurtgidek bo'lgan. Shunaqku, shundoq ahvol ostida 1997-yildan 1998-yili shehid bo'lgan qadar bo'lgan orliqda Tursun Salayni topolmadi saqchi. Bu tapamaganlığı sizningcha bo'lgan vaqtida ya ular bilsimi, bilmaskisi buning nega bordiganliklari, kim bil ko'rishadiganliklari, shunday o'ziga tushish orqali yana nurg'un odamlarni to'g'ri tushirish uchun maqsadmidi ya haqiqatan topolmadimi? Kuchi ojiz kelib qoldimi yoki xalq bu Tursun Salayga ega chiqib bir yilga yaqin oraliqda panohlik berdimi? Siz qanday deb tushunsiz shuni? Tursun akam endi boshda tutilgan vaqtida oldi keyin ular qancha kun bu sara? Yani baş tutilib 40 kunda chiqqan. Chiqqan jarayonda qattiq qiyin qistoq tushib ketgan. Saramlarga deb birishcha, ayolimga deb birishcha hammaning qiynoqlaridan o'tib, diviziyaga ketib, diviziyaning turmushda qiynaganda chidamay qolib ketgan bu bola. Bak qiynab ketgan. Ba'zi vaqt ba'zi qiynoqlarni tilga olsiz. Şu qiynoqli jarayonda Tursun akam ching turib, men Ibrohim Ismoilni taniyman, bilman, lekin u odam bir yerda 2 kun uchib turmaydi. Men u odamning qiyatligini bilmayman, ammo meni qo'yib bersanglar, jamoat chiqsam, u odam baribir meni aloqalashadi. Aloqalashgan vaqtida men sizlarga tutib beray deb yolg'on va'da berib chiqib ketgan. Tursun men şu turmadan chiqib deb anglab baqa vaqtimda shunda ustaxonlik, baslik bo'ldi. Tanimay qolib ekanman hatto. Kichiklab qolib, jirgidab qolib ekan, mamay. Men bilan ko'rishgan vaqtimda o'rnida bak tasib turgan, voy bo'ldi aka, o'tiran bo'ldi deb quchoqlashib, yig'ilishib ketdik shu vaqtning o'zida. Bisaramning deb birishcha bu o'birni kirib chiqqandan keyin, endi keyindan kirib qarsa shu qon siyib ekan. Qon chiqib ekan. Shuna bilan bu bisaramning bu Tursun akam to'y qilib bir shikayat o'tganda tutilib ketganda. Shuna bilan bu Tursun akam o'tiribdi bir oy uyda yaxshi kutinib, mang'alg'idek bo'lgandan keyin uydan chiqib, ma'lum vaqt endi men Ibrohim Ismoilni izlayapman degandek holat yurdi. Keyin biroqla hukumatning to'ridan qochib ketdi. O'tiribdi shu qochib yurgan vaqtlarning o'zida sizning savolingizga hozirgi javob keng xalq ommasi Tursun akamni qo'yniga oldi. Yo'shidi, qo'lladi, quvvatladi. Demek mi yerde bir gap çıkdı? Xitoy terörçü davatıdı. Xitoy bunu terörçü, muşundaq bizga qarshi muşundaq teşkilat kurgan terörçü davatıdı. Ama Xitoy terörçü deganni xalq o'zimning farzandim, qahramonim deb o'zining bag'riga yo'tadı, yo'shiryotadı. Mana. Shu vaqtning o'zida bir narsani qistirib elib bilsak, Tursun akam tutilishdan burun va Xitoy tutib, qiynab Ibrohim Ismoilni tutib birsa deb Tursun akam bo'ldi men tutib beray deb yag'a va'da berib chiqish jarayonida Tursun akam Xitoyga qarshi amaliy bir faoliyat ilib bormagan vaqtlari bor. Lekin Tursun akamning yuragiga, qalbiga Xitoyningki o'ziga ib borgan qattiq zulmi, qiyin qistoqlari burun Xitoylarni endi bizning vatanimizni besib oldi, nurg'un yosh bolani o'ldirdi, qiynadi, o'qildi, bo'qildi. Mush Xitoylar bizning vatanimizni besib olmagan bo'lsa, bizning mushtaq zulmlarni qilmagan bo'lsa, biz xotirjam, erkin, ozod, yaxshi hayot kechirdik deb turib, Xitoyga qarshi bo'lgan bo'lsa, keyin o'zining beshidan o'tdi bu ishlar. Xitoyning naqadar vahshiyligini, naqadar yovuzligini o'z ko'rib yetgandan keyin yuragida
texmo Xitoyga qarshi bir o't bor ekanda, hozir tushunsak. Keyin Tursunboy akam Xitoyga qarshi faoliyatga o'tdi. Haqiqiy faoliyatga o'tdi. Shu chaqda bizning köyimiz bisaram cho'ng aksi bir amallarni qilib, bir so'rinni uchirishib, voy sen yosh, endi Xitoy seni qo'yib bergandika men Ibrohim Ismani tutolmadim deb qaytib borsang, hech bo'lmasa bir 10-15 yillik kesilsangmi, ya'ni bir turmadan va nimani tugutib jazo muddatini chiqsang, yaqin to'y qilding, sen bir bola chaqliq bo'la qo'yding, opamni bir navrisini ko'ra qo'ydi desa, Tursunboy akam, voy aka sen qaysi navrini kepini qilyapsan degan. Demak, Tursunboy akamninki hamda o'zininki tan salomatchiligining qaysi darajada yomonlashganligini o'zining hatto farzandlik bo'lolmaydiganligini o'zi biladi ekan. Shundan Tursunboy akam ko'ziga yosh kelib, potkam unda unchik bo'lib ketgan bo'lsa, hech bo'lmasa hayotingni sum saqlab qol, biz seni mushi chiqaraladan bir amal qilib chiqarib yetaydi desa, mening nurg'on qarindoshlarim o'lib ketdi. Xitoy mabak qattiq zulm qilib etdi. Men shu o'lib ketgan qarindoshlarimni qanday yuz kelmay qechib ketib bu maydonda deb ekan. Xayriyat Tursunboy akam o'lim yo'lini tanlagan. Oxiri shu bir partiyalik harakatlarda bir harbiy Xitoyni qurolni tatib olgan, keyin az qo'lga tushagan bir 6 tal tapancha, bir avtomat mening bilishimcha Tursunboy akamning deb birishim shu. Keyin bular setib olgan tapanchalarimiz yolg'on chiqqan. Demak, shu Tursunboy akam bilan bir niyat, bir maqsadda partiyalik urush ib boraman deb niyat qilgan, necha minglagan Uyg'ur o'g'il qizlarning qo'lida shu 6 tal tapancha, bir avtomatdan boshqa ishim yo'q ekan. Ahvol qaranda. Demak, shundaq kuchsiz holatda endi burunqi davrlarga o'xshamaydi ekan. Burunqi davrlarda kaltak to'qmoqlarni ko'tarib chiqib urush qila olgan bilan hozir u avtomatlar bilan qurollangan bir Xitoyning g'aljirlashgan bir askariy qismiga u kaltak to'qmoq bilan qarshi inqilob qilgan bo'lmay ekan. Uningmi shunda bir qurolli qism bo'lmasa, qurol yaroq bo'lmasa inqilob qilgan bo'lmay. Xayriyat, bizning shu Tursunboy akam va Tursunboy akam o'xshash shunday o'g'lonlarimizning hammasida shu qurolsiz bo'lganlik uchun armon bor, darmon yo'q. Oxiri intiqomini ilib, necha o'lgan jallodlarni o'ldirib, Xitoy jallodlarini o'ldirib, shitib ketdi, armonsiz ketdi deb o'ylayman. Boshqa yana qo'shimcha qilganlaringiz bormi? Mening boshqa qo'shimcha qilganlarim ham yo'q. Endi shu tarix bo'yicha qoldi. Tursunboy akam men o'ylayman o'lmadi, hayot. Chunki jism o'lgan bilan ruhi o'lmadi. Ruhi albimi hammamizning qalbida mangu yashaydi. Xitoy bir Tursunboyni o'ltirgan bilan o'rnidan 1000 Tursunboy chiqyotdi, ko'ryapmiz. Tursunboy akamlarninki inqilobidan burun va keyin nurg'unlagan Uyg'ur o'g'lonlarimiz Xitoyga qarshi kurashlarni qilib shehid beryapti. Hozirgacha bir Tursunboy to'xtab qolgani yo'q. Burunmi shunday bo'lgan, hozirmi shunday bo'ldi. Men hozir eng oxirgi deydiganim bu Xitoy Kommunist partiyasi Uyg'urlarni asos jihatdan millat sifatida qirib tugutib etmoqchi. Onunki birdan bir nishoni boshda dinimizni yo'qotish, keyin kimligimizni yo'qotish, ashta qilib bizni asos jihatdan shu xaritani o'chirib etmoqchi bo'lyapti. Uyg'urlarni o'zining yo'qolib ketishining oldini olish uchun qo'ldan nima kelsa shunda qilyapti. Men Tursunboy akam shu vaqtning o'zidagi Tursunboy akamning yoshlari shu 30larda bormikan deb o'ylayman. 29-30 yosh. Shu chaqdagi bolalarning hamma shunda chiroyli bolalar edi. Qiran. Ashlarning yuragida shu xalqini bir ozodlikqa erishtirish bir armoni bor. O bolalarning hammasi shu armonsiz ketdi. Keyingilarmi shunda bo'lyapti, hozirgacha shunda bo'lyapti. Men Alloh taolodan shu Xitoyning bir beshik bir balo versa, vatanimiz bir ozod bo'lsa, musulmonlardan bir tezroq qutulsak, shu qor ko'zda o'lamisa deganni o'ylayman. Qalbingizda qandaq bir tuyg'u bor? Tursun Salayni o'z tuyg'an butun shu 5-fevral inqilobi qurbon bo'lgan shehidlarga nisbatan. Men 5-fevral kuni qurbon bo'lgan shehidlarga nisbatan qalbimda chintayin cho'nqur hurmatim bor. Ularni hozirgacha eslayman. Shunga chiqar qatimliq 5-fevral munosabatan namoyish o'rlashtirilganda mayli
Bar inqilobi bilan nomida bo'lsin, mayli 5-iyul mayli 5-iyul voqeasi nomida bo'lsin, ham namoyishlarimiz bolalarim bilan qo'shilib chiqib, namoyishga aktiv qatnashib, ashunada shu shiitlarimizning kabi ro'yi anglayotgandek shu tovlaganlarimizni hech bo'lmasa qo'limiz yeshganmisin Xitoy qarshi bir vaqirvag'imdan o'zim bir xushallik his qilib qoldim. Men shu bizning Tursun Mehmet akam va uningdan burun va keyingi hamma shiitlarimizga bir hurmatim bor. Chunki ularga issiqjon hammamizga o'xshash azizdi, issiq yutgan hammamizga o'xshash shunday rahatdi. Ular o'zining xalqini o'ylab, kelgusidagi o'zida kelayotgan zulmlarni texmi buningdan o'ta vahshiy bo'lganligini o'ylab, ular o'zlarining issiqjonlaridan shu yaxshi muhitlardan voz kechib, oxiri nurg'un mushaqqatlarni chekdi, nurg'un qiyin qistoqlarni ko'rdi, hatto oxiri o'zining hayotlarini, issiqjonlarini qurbon qildi. Demak, biz shu shiitlarimizni har zaman unutib qolmasligimiz kerak. Har zaman ularni eslab turishimiz kerak. Ularning ro'yiga biz cho'qim barliq qilishimiz kerak. 5 fevral G'ulja inqilovidagi shehidlarimiz haqida so'z bo'lganda, yana bir 5 fevral G'ulja inqilobining shohidi o'z ichki hissiyotlarini mundaq ifodalaydi. Bizning bu aziz qarindoshlarimizning qoldiri inshaalloh mangu bekor yiqib ketmaydi. Allohning rahmati, shafqati bilan taqdirini o'rinlashtirishi bilan man shu zolimlarning qo'lidan qutulib erkin dunyoga chiqdim. Bugun mana bugun qarindoshlarimizla o'rtoqlashib turibmiz. Biz yolg'iz G'ulja voqeasidagi aziz qarindoshlarimizla emas, balki butkul Sharqiy Turkistondagi har bir haqiqat uchun kurash qilgan bobot tugan barliq qarindoshlarimizni unutib qolmasligimiz, ularni suyishimiz, ularni yodlashimiz lozim. Hayat qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, hozirgacha turmalarda muddatsiz yetyotdi. Men shu qarindoshlarimning chiroyliligini, pokizligini, istilligini, qahramonligini, botirligini inshaalloh menga unutmayman. Daim ulan yatırgan vaxtıda muşundağa yaşadığını yaşlarımını toxtutamay qalma. Qarindoshlarım shuning uchun gaplarim ekspres chiqib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Mening faqat sizlarga bo'lgan iltijorim, biz qarindoshlarimizni unutib qolmasligimiz, ularni suyishimiz, ularning yo'lidan minishimiz, ularni mangu yod etishimiz, ularning ro'yiga biz yuz kelishimiz lozim qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan 5 fevral arxivlarining 6-qismi mushayada oxirlashdi. Kelarki qismda ko'rishaylik. Xayr bo'lsin.